Ekranlıqqa qədərli görürmənlər, yaxşımısınızlar. Şu tapda dehqonlar bulatqını Şinjan Sabah Mədəniyyət Tarqıtı Çəkili şirkəti işləyən Şinjan Məşrəf Xalqara Söz Çəkili şirkəti Zərtan içimlikləri alayda qollab tajdarlığını alğan Sabah Küy proqramısı bugün yəni yeni kuylarımız arqılıq sizlərlə didarlaşdıq. Mən riyasətçi dostunla Nazgül Tursuncan. Qədərli dostlar, hər sən proqramımızda naqşçı sənətkarlarımız özünün ən yeni kuylarını elib Sabah səhnimizdə cavlan qılvatıdı. Ondaqda bu sən proqramımızda yaş naqşçı, yəni sən kerək, yana Özəmdən körək. Özəmdən körək qatarlıq naqşları arqılıq hər millət yaşlarının qəlbində orun alğan İlyas Abdığınini təklif etdik. İlyas qarşılamız. Rəhmət. Salam, ekran aldıqı əziz görürmən dostlar, mən İlyas Abdığınıdan amanlağı otluq salam. Sabah kuyları ekran arqılıq sizlər bilən yüz görüş fürsətinə erişkənimizin tolunu xursəlməz. Rəhmət İlyas. Ondaqda biz üçün müşü icadi kuylar bolsun, yəni özünüz yaxtırdığan kuylar bilən hər millət xalqımız bilan görüşüb kelyapsınız deb o'ylayman. Undaqda ijodiyat bilan shug'ullanib baxdingizmi? Odatda o'zim shu naqsh aytishdan sirt musiqa ishlash, naqsh ijodiyat bilan shug'ullanaman. Undaqda hozir qadar aytgan naqshlaringizning ichida qaysi naqshlar o'zingizning ijodiyatidir? Hozir qadar aytgan naqshlarimning ichida Sen kerak, temizlik naqsham. Undan keyin shu programmani aytmoqchi bo'lgan, hozir tayyorlayotgan Seni ko'gim keldi degan naqsham o'zimning ijodiyati bo'ldi. Mundaqdan. Demek bugün əpkəyə yeni köyümüzün ismi Seni Köygüm Gəldi. Əlbəttə, hər birimizin həyatında biz üçün qiymətli bo'lgan şundaq bir adamlar болады ekan. Ata-analarımız və ya ki dostumuz və ya ki muhabbetimiz, aşkımız degandek. Undaqda İlyasның bugün biz üçün əpkəgən Seni Köygüm Gəldi namlıq naqşıda zadi kimni tərifləməkçi həmmimiz birlikdə anlamdıq. Qani, mərhəmət. Vədim
geldi. Seni sunçilik köküm 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 geldi. Qadrli dostlar, yuqorida İlyas Öpkegen bu lirik kuyunu anlab hazırlandık. Hem onlara yaxdığı deyman. Demek mana shu sabah kuyi sahnimizda biz isil naqshlarni huzurunlarga sungandan boshqa yana isil mahsulotlarni ham korxonchilarimizning izlanishlarining mas'uli bo'lgan shu mahsulotlar orqali ularning tashviqotini olib beryapmiz. Shunga mushkil ehtiyoji bor do'stlarimiz yana sabah madaniyat taqchak shirkatimiz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. İlyas amdi bu musobaqa texi uzun. Chunki amdi ustozlarni ko'ryapsiz. Tinim tapmay yana davomliq o natijalar bilan qanoat his qilmay oldi qarab ketyapti. Hamsa sizningki sen asosida yana qanday bir planlaringiz borkin? Oldi bilan men o'zimning planlarimni so'zlashdan burun o'zimningki hozirgi ta'siratimni so'zlab o'tgan bo'lsam, oldi bilan men va menga o'xshash shu san'at yo'lida to'xtamay izlanayotgan, tirishayotgan bizdek tirishchan yoshlarga yaxshi mushtaq bir sahnalarni hozirlab berayotgan Sabah kuylari programmamizga oldi bilan chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Undan keyin endi o'zimning planlar bo'lsa, uzundan beri o'zim shu naqsh muzika yo'lida to'xtamay tirishib yaxshi bo'lgan asarlarni tayyorlab chiqdik. Mumkin bo'lsa bizni izchil qo'llab borayotgan ota-onamiz, mushta programmani tayyorlayotgan akalarimiz, shuning o'xshash bizni qo'llayotgan qo'llovchilarimizga rahmat aytish yuzasidan shundaqla o'zimizningki uzundan beri to'plagan bilimlarimizni, natijalarimizni qo'llarmanlarga bir sunish maqsadida plastinka tayyorlab chiqqan shu plastinkamni muvaffaqiyatli holda bozorga silib rahmatimni bildirsan degan arzoyim bor. Bak yaxshi bo'pti. Shu o'zingiz yaxshi kelgan naqshlar va ijodiy naqshlar mujassim bo'lgan bir plastinka tayyor qilibsizda. Buni qachonlarda e'lon qilishni o'ylashyapsiz? Buni mumkin bo'lsa bizni hamda iqtisodiy jihatdan qo'llab turadigan shirkat akadlarimiz bo'lsa, qo'llab bergan bo'lsa, tez suratda ro'yab chiqarsak degan umidimiz bor. Agar uning imkoniyati bo'lib qolmasa, cho'qim yana o'zimizningki tirishchiligimiz orqali eng tez holatda ko'rmalar bilan yuz ko'rishtirishga tirishimiz. Biz ham shunga tilakdosh, cho'qim ajrning mevasini ko'ramiz, to'g'rimi? Rahmat. Eng muhimi o'zimiz yaxshi ko'rgan ish bo'lganligi uchun uningda qancha jafo cheksakmi yana arziydi. Endi shundaq jafolarni tatayotgan vaqtimizda yana salomatligimizga ahamiyat bermasak bo'lmaydi. Bu ham programmamizning mana shundaq alqat mevasidan ishlangan zartan sap alqat qiyomi deganga o'xshash mushtaq uyquni yaxshilaydigan jigarning besimini ajrashtiradigan mushundaq bir yaxshi ichimliklarni doim o'zimiz ichib badan sifatimizni texnik yuqori ko'tarib shundaqmi uyqularimizni tansisak salomatligimiz yaxshi bo'lsa o'zimiz o'ylagan shu nishonlarimizga yetalaymiz deb o'ylayman. Mush munosabat bilan mana shundaq yaxshi mahsulotlarni ishlab chiqargan Shinjang Mashraf xalqaro so'zchak shirkatiga rahmat aytaman. Ishlaringlar o'ng'ishli bo'lsin. Undaqda İlyas, bugungi chiroyli kuylaringizni apkaginingizga siz uchunmi yana bir qatim rahmat. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Undaqda ekranga qadrli do'stlar, bu ham programmamizga mazmunlarimizni mishada ayolashtirdik. Atki ham programmamiz texmo sarxil. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Yeningimi kep qo'ymudu yadingimi